Angliyaning Newcastle shahri Xitoyning Uyg'urlarni dafsanda qilish sababidan Xitoyning Taiyun shahri bilan bo'lgan qarindosh shahar munosabatini bekor qilganligini e'lon qilgan. Angliya axborot tori BBC'ning xabar qilishicha, Newcastle shaharlik majlis ovoz berib, Sanshi o'lkasining markazi Taiyun bilan bo'lgan qarindosh shahar munosabatini uzishni qaror qilgan. Angliyaning Newcastle shahri 1985-yildan beri Taiyun shahri bilan qarindosh shaharlik munosabati o'rnatib, ba'zi o'rtaq faoliyatlarni o'tkazib kelgan. BBC'ning bildirishicha, mazkur qaror loyihasini Newcastle shaharlik majlisining Liberal Demokratlar partiyasidan bo'lgan Wendy Taylor sungan bo'lib, u Xitoyning Uyg'urlar qarta qo'rqinchli xo'rlash elib berayotganligi qayd qilinayotgan bir vaqtda Newcastle shahrining Xitoy bilan munosabat qilmasligi kerakligini, qaror loyihasi 2 noyabr kuni ovozga qo'yilib, hukumat majlis a'zolarining to'liq qo'llashi bilan ma'qullanganligini, Xitoy kommunist hokimiyatining qilmishlarining o'zlarining himoya qilib kelgan universal qimmat qarashlarini qo'g'dashga va xalqaro harakat mezonlariga amal qilishga e'tibor qilmaydiganligini necha qitimlab namoyon qilganligini ta'kidlab, Uyg'urlarning vaziyati haqida to'xtalganda bosqinchilik, tug'mas qilish, hatto ichki a'zo savdosiga doir bayonlarning borligini, do'stlik munosabat o'rnatishga bo'lmaydigan davlat ekanligini degan. Xitoyning Kunzi instituti har qaysi davlatlarda taqalgandan keyin biroz to'nilgan Xitoy kasbiy texnik tarbiyalash markazi bir balvoq bir yo'lga munosabatli davlatlarga singib kirmoqda ekan. 2016-yili tunji bo'lib Tailandda Luban ish o'rni qurilgandan buyon hozirga qadar Misr, Efiopiya, Hindiston, Pokiston, Tailand, Portugaliya va O'rta Osiyo qatorliq 19 davlatda 25 Luban ish o'rni qurilgan ekan. Tianjin shaharlik hukumat tarafidan yo'l qo'yilgan Luban ish o'rni Xitoy tarixidagi doniq hunarvan Lubanning ismi bilan atalgan bo'lib, bir balvoq bir yo'l munosabatli davlatlarning aholilarini kasbiy ma'rif bilan, ya'ni mikatrondan qo'llanishchan elektronlik texnikagacha, avtomatlashtirishdan mashina odamgacha, yerlik hukumat va xalqning ehtiyojiga asosan turlar bo'yicha tarbiyalash ilib bordi ekan. Luban ish o'rni Kunzi institutining yana bir atalishi ekan. 2017-yildan boshlab har qaysi davlatlar Kunzi institutining Xitoyning yumshoq kuchi va ideologiyasini ilgari suradigan organ ekanligidan ansirgan. O'tgan 4 yilda Amerika universitet tarmog'idagi 118 Kunzi institutining 104 ni taqgan ekan. Ba'zi mutaxassislarning qarashicha, Lubnan ish o'rni Xitoyning taraqqiy qilayotgan davlatlarga texnik singib kirib, jo'grafiyalik iqtisodiy afzallikka erishadiganligini, bu rayonlarni Amerika bilan bo'lgan raqobatdagi muhim halqalarning biri deb qaraydiganligini bildirgan. Germaniya bosh ministri Scholz Beijingda Uyg'urlar masalasini tilga olganda, Xitoy taraf ichki ishimizga aralashganlik deb raddiya qaytarmagan. Janubiy Germaniya gazetining 4 noyabr e'lon qilgan xabarda Scholz kishilik huquq ichki ishlarga aralashganlik emas nomli xabarda bayon qilishicha, Xitoydagi bir kunlik ziyoratini boshlagan Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Beijingda Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan birga muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazganda, BDTning dokladini nazarda tutib, Xitoyning Uyg'urlarga og'ir darajada kishilik huquq dafsanchilik yurgizayotganlik sababli ayblanayotgan Sharq Turkiston haqida to'xtalib o'tgan va kishilik huquq ichki ishlarga aralashganlik emas degan. İki taraf bu meseleni davamlı sözleşmekçi bolgan. Germaniya matbuotlarida Scholzning Uyg'urlar masalasi to'g'risida yana nimalarini tilga olganligi hozircha bayon qilinmagan. U Xi Jinping bilan ko'rishganda Uyg'urlar to'g'riliq so'z qildimi yo'q, bumi noma'lum. Xabarlarda Scholzning bu qitimqi ziyoratda Xitoyni Rossiyani qo'llamaslik ko'ndirishga uringanligi, Rossiya Ukraina urushini baldirroq oxirlashtirishga kuch chiqarishni talab qilganligi, Tayvan masalasini tinch hal qilishni tashabbus qilganligi va Xitoyning dunyo tinchligini qo'g'dash mas'uliyati bo'lgan cho'ng davlat ekanligini tilga olganligi ko'proq ta'kidlangan. Xitoy raisi Xi Jinping Germaniya Xitoy ikki taraf munosabatini texnik cho'nqurlashtirishni xohlaydiganligini bildirgan. Diqqat qo'zg'aydigani shuki, Olaf Scholzning Uyg'urlar va Tayvan to'g'risidagi so'zlarga bu qitim Xitoy tarafidan hech bir inkos chiqmagan. Xitoy bosh ministri Li Keqiang Scholzning so'ziga raddiya qaytarmagan, ham javobni bermagan. Odatda Uyg'urlar yoki Tayvan masalasi tilga ilingan hamonla chichangshib, bu bizning ichki ishimizga aralashganlik, hech kimning ichki ishimizga aralashish huquqi yo'q deb darhol e'tiroz bildirib, jar soldigan Xitoydan bu navbatda zuvonmi chiqmagan. BDT klimat yig'ini 6 noyabr Misrda boshlangan bo'lib, umumiy yig'in yangi ogohlantirish chiqarib, Meteorologiya tashkiloti 2015-yildan 2022-yilgacha bo'lgan 8 yil tarixdagi eng issiq mezgil bo'lganini, shundaqla yer sharining isib ketishining tezlashayotganligini,
to'lam mablag'ini tunji qatim kun tartibga olganligini bildirgan. Bu yig'in 18 noyabrgacha davomlashadigan bo'lib, 200 ga yaqin davlatning vakillari yer sharining isib ketishining oldini olish uchun tirishchanlik ko'rsatganligini, ammo dunyoni zilzilaga keltirgan ko'p xildagi o'zaro munosabatli krizislar, Ukrainadagi urush, pul paxalligi va iqtisodning chekinish xavfi, yemaklik krizis qatorliqlar yer sharining isib ketish andisining oldidan o'rin olmoqda ekan. Prezident Joe Biden, Davlat ishlari kotibi Blinken, Davlat bexatarlik maslahatchisi Sullivan qatorliq 16 yuqori darajalik amaldordan tashkillangan vakillar o'mikini boshlab, klimat yig'inida dunyoga Trump davridagi klimatni rad qilish va harakat qilmaslikning o'tmishdagi ish ekanligini, Amerikaning klimat harakatiga bo'lgan ishonchisini asliga keltirganligini, Xitoyning klimat o'zgarishining ta'siriga uchragan taraqqiy qilayotgan davlatlardan foydalanishi qarshi turganligini bildirgan. Yomon niyat xatarlik insonlarning klimat sistemasiga aralashishining oldini olish uchun klimat o'zgarish ramka ahdnomasi 1994-yil 21-martda yo'lga qo'yilgan bo'lib, 198 davlat tarafidan tasdiqlangan. 2015-yil tuzilgan Parij kelishimi klimat o'zgarish ramka ahdnomasining texnik kengaytirilgan qismi ekan.